jamoa deb bekorga aytishmaydi. Chunki pozitsiyalar orasida eng mas'uliyatlisi aynan ularga tegishli. Hujumchiga 2-3 o'yinda 1 gol ham yetarli. Yarim himoyachilar eplolsa uzatma berib, himoya va hujumni bog'lab tursa bo'ldi. Himoyachilar esa har o'yinda bir necha bor raqibni o'tkazib yuborishi odatiy qabul qilinadi. Biroq darvozabonning xato qilishga haqqi yo'q. Aks holda qilingan o'nlab seyvlar ham osongina unutiladi. Tabiiyki, boshqa pozitsiya vakillari darvozada turishni xohlashmaydi, lekin shunday holatlar yuz beradiki, ular bunga shunchaki majbur bo'lishadi. Demak, bugungi sonimizda aynan golkiper rolini bajarishga majbur bo'lgan boshqa pozitsiya vakillarini ko'rib chiqamiz. Bu futbol faktlari, like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz boshladik. Dasturimizni juda yaqin tarixda bo'lib o'tgan shunday holat bilan boshlaymiz. Ishonchim komilki, 2 yil oldingi voqeani hali unutib yubormagansiz. 2023-yilning 7-oktyabrida A seriyaning 8-turi doirasida Genoa o'z uyida Milanni qabul qiladi. To'g'risi, o'yinning asosiy qismi zerikarli o'tgan. Barcha tomoshabop voqealar esa 87-daqiqadagi Pulishicning golidan so'ng boshlangan. Bor kuchini Bruno hisobidagi g'alabani ushlashga sarflagan Pioli 90+3-daqiqada so'nggi 5-almashtirishni ham amalga oshiradi. Ammo haqiqiy drama hali oldinda edi. 96-daqiqada Mike Maignan bir emas 2 bor xavfli tryukni amalga oshiradi va buning ortidan o'zi ham biroz jarohat oladi. Lekin Mike shu holatida ham o'yinni yakunlab qo'ya olardi. Uni maydondan chetlatishmaganda albatta. VAR yordamida vaziyatni qayta ko'rib chiqqan hakam Maignanga qizil ko'rsatadi. Birorta o'zgartirish imkoniyati qolmagan Milan darvozasini qo'riqlashni esa Olivier Giroud o'z bo'yniga oladi. Ko'p o'tmasdan va-bankka yurgan Genoa ham 10 kishi bo'lib qoladi. Qo'pollik tufayli darvozabon Josef Martinez maydondan chetlatiladi, lekin mezbonlarda o'yinchi almashtirish borasida muammo yo'q edi. O'zimizning qadrdon Olivierga kelsak, u 104-daqiqada dahshatli double save-ni amalga oshiradi va shu tariqa jamoasining o'ta muhim 3 ochkoni qo'lga kiritishida katta hissa qo'shadi. Shundan so'ng Milan o'z rasmiy do'konida Giroudning ismi tushirilgan maxsus darvozabon libosidan ham sotuvga chiqara boshlagandi. Endi esa Angliya tomon yo'l olamiz. 2008-yil Angliya Kubogi chorak finalida Manchester United Portsmouthni qabul qiladi. O'yinning birinchi taymida 0-0 hisobi qayd etiladi. Tanaffusda esa jamoaning asosiy darvozaboni Edwin van der Sar o'zida noqulaylik his qilgani sababli uning o'rniga Tomash Kushek maydonga tushiriladi. 76-daqiqaga kelib, mehmonlar hujumchisi Milan Barosh penalti ishlaydi va hakam ayni shu payt Tomashni maydondan chetlatadi. G'alaba uchun borini tikib qo'ygan Sir Alex allaqachon 3 o'zgartirishni ham amalga oshirib bo'lgandi. Aytgancha, yosh avlod uchun eslatib o'tamiz, karantindan oldin faqatgina 3 dona almashtirishga ruxsat berilardi. Shunday qilib, bo'sh qolgan darvozani qo'riqlashni Rio Ferdinand o'z bo'yniga oladi. Penalti esa o'yin kulminatsiyasi edi. Shunda afsonaviy Rio bor imkoniyatini ishga soladi, zarba yo'nalishini topadi va uni bartaraf eta olmaydi. Salli Montari zarbaga yaxshigina kuch qo'shgandi. O'yin davomida o'nlab golli vaziyatlardan foydalana olmagan United shu tariqa minimal hisobda mag'lubiyatga uchraydi. Portsmouth esa o'sha yili barchani mag'lub etib Angliya Kubogiga ega chiqqan. Endi yana juda yaqin o'tmishga qaytamiz. Bu safargi holat Chempionlar Ligasida yuz bergan. Ziyrak tomoshabinlar esa allaqachon bu qaysi o'yin ekanligini anglab bo'ldi. 7-noyabr 2019-yil Atalanta Chempionlar Ligasi guruh bosqichi doirasida Bergamoda Manchester Cityni qabul qiladi. Futbolda kam uchraydigan holat yuz bergunga qadar Sterling va Pashalichning goli tabloda 1-1 hisobini ta'minlab turgandi. 81-daqiqada Claudio Bravo Josip Ilichichga nisbatan xavfli tashlanishni amalga oshiradi. Hakam esa holatni so'nggi umid foli deb baholaydi va City darvozaboniga qizil ko'rsatadi. O'zi shusiz ham Bravo 46-daqiqada jarohatlangan Ederson o'rniga maydonga tushgandi. Qizig'i, o'sha payt Pep Guardiolada almashtirish uchun imkoniyat bor, lekin zaxirada birorta darvozabon yo'q edi. Bunday holat bo'lib qolishi yetti uxlab tushiga ham kirmagan Josep darvozaga boshqa pozitsiya vakilini qo'yishga majbur bo'ladi. Pep avvaliga nomzod sifatida De Bruyneni o'ylagan bo'lsa ajab emas, lekin Kevindan darvozabon chiqmasligini butun dunyo yaxshi bilardi.
So'ngra Pep Kyle Walkerga kiyinishni buyuradi va uni Mahrezning o'rniga maydonga tashlaydi. Kyle uchun eng murakkab holat o'sha jarima zarbasi bo'ladi, lekin u zarba ham yetarlicha xavfli emasdi. U paytlari Pepning jamoasi o'yinni qanday o'ldirishni bilardi va buni muvaffaqiyatli amalga oshirib raqibga boshqa zarba berishga qo'ymagandi. Shu tariqa Kyle Walker Chempionlar Ligasida darvozabon sifatidagi debyutini quruq o'yin bilan nishonlagan. Ingliz futbolidan uzoqlashmaymiz. 2006-yilning 14-oktyabr kuni APLning 8-turida Reading o'z uyida Chelsea-ni qabul qiladi. Uchrashuv Jose Mourinho jamoasi uchun yo'qotish bilan boshlanadi. O'yinning 16-soniyasidayoq raqibdan tizza zarbasini qabul qilib olgan Petr Cech knockdown holatiga tushadi va 5-daqiqada Carlo Cudicini'ni almashtiradi. O'yinda hisob 45+1-daqiqada ochiladi. Frank Lampard tomonidan yo'llangan to'p pinbol uslubida darvozadan o'rin egallaydi. Qayd etish joizki, uchrashuv juda qo'pol o'tgan. Avvaliga Jonobi Mikel maydondan chetlatilgan bo'lsa, keyinchalik mezbonlar a'zosi Andre Bikeyga ham qizil ko'rsatiladi. O'yinning 90+3-daqiqasida Chelseaning ikkinchi darvozabonini birato'la nokautga uchratishadi. O'zi shusiz ham birorta almashtirishga imkoni qolmagan mehmonlar endi darvozaga ham futbolchi izlashiga to'g'ri kelardi. Va bu paytda jamoa sardori Jon Terri mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi. Shuni ta'kidlab o'tamiz, Jon darvozada bor-yo'g'i 3 daqiqa turgan va deyarli qiyinchilik sezmagan. Shu tariqa Josening Chelsea'si og'ir g'alaba bilan Londonga qaytgandi. Endigi navbat Germaniya safariga. 2002-yilning 9-noyabrida Bavariya o'zining uy matchlarini o'tkazuvchi Olimpiya stadionida azaliy raqibi Borussia Dortmundni qabul qiladi. Uchrashuvni hujumkorlikda boshlagan mehmonlar 7-daqiqada Amarozoning goli evaziga oldinga chiqib oladi. 40-daqiqaga kelib esa Torsten Frings ikkinchi sariq ortidan jamoasini bir kishi kam qoldiradi va to'liq ustunlik Bavariya tomonga o'tib ketadi. Avvaliga Roque Santa Cruz hisobni tenglashtiradi. Oradan 4 daqiqa o'tib esa Claudio Pizarro mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqadi. Ayni o'sha gol payti hakamga ofsayd borasida jiddiy ohangda e'tiroz bildirgan Jens Lehmann maydondan chetlatiladi. Bu paytga kelib Matthias Sammer allaqachon 3 futbolchini almashtirib bo'lgan. Endi maydondagilardan kimdir darvozani qo'riqlashi kerak edi. Ayni shu payt maydondagi eng yirik inson katta sahnaga chiqadi. Bo'yi 2 metr 2 santimetr keluvchi striker Jan Koller qolgan 25 daqiqada Dortmund darvozasini qo'riqlashga bel bog'laydi. Yoshligida bunday yirik tana tuzilishi tufayli ancha payt darvozabon bo'lib o'ynagan Yan o'sha kuni o'z postini ajoyib tarzda qo'riqlaydi va bir nechta muhim seyvlarni amalga oshiradi. Lekin maydonda 2 kishi kam bo'lib qolgan Dortmund vaziyatni o'nglay olmaydi va Bavariya Der Klassikerni o'z hisobiga yozib qo'yadi. Jan Kollerdan esa quruq o'yin.